Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Bobur Tech Studio kanali va siz bilan bugun kul teatri haqida gaplashamiz. Ya'ni siz uyga kirganingizda agar uydagilar sizga chiroqni qo'sh deysa, siz aynan mana shu kalitni bosgan bo'lasiz. Buni nomi o'zbek tilida oddiy kalit. Mana bu belgidan ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana shuni bossangiz uydagi chiroq yonadi. Buni qanday ishlashini hozir ko'rib chiqamiz. Misol uchun bitta oddiy LED chiroq oladigan bo'lsak, LED chiroqni men o'tgan darsda qanday ishlashini va qaysi tarafi minus plusligini ko'rsatib o'tganim. Mana bu yerga rezistor ulaymiz, chunki bu LED chirog'imiz juda ham katta kuchlanishda ishlay olmaydi, ya'ni juda ham katta volt orqali ishlay olmaydi. Biz ishlatadigan batareyka esa 9 volt. Bu juda ham katta degani. Buni ishorasini o'zgartirib olamiz. Mana juda ham qulay. Ana endi minus tomoniga ulab olishimiz kerak bo'ladi va bizga endi o'sha kalit yordam beradi. Mana bu kalit orqali biz hozir demak chirog'imizni yoqib o'chiramiz. Demak, buni bu yoqqa ulaymiz, mana bu yerdagi simni esa bu yoqqa ulaymiz va hammasi tayyor. Ana endi mana bu yerda mana start tugmasini bosadigan bo'lsak, biz ish jarayonida qo'shamiz, yonyapti, ajratamiz, o'chyapti. Agar bu bo'lmaganda, rezistor bo'lmaganda chirog'imiz kuygan bo'lardi. Keling, shuni hozir ko'ramiz. Rezistorni olib turamiz, o'zini shunchaki o'ylab qo'yadigan bo'lsak, start bosamiz. Endi qo'shamiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda demak chirog'imizda portlash sodir bo'ldi. Rezistor demak tok kuchini kamaytirib o'tishini ko'rdik. Kalit yordamida esa biz uydagi chiroqlarimizni qanday ishlashini tushunib oldik degan umiddaman. Demak, video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obunani bosib qo'yasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.